Mana katalogni telefonda ko'rishingiz ham mumkin. Qancha skidkalar, qancha ko'chadan olayotgan mahsulotlaringiz. Ana endi siz 375 minglik mahsulot olsangiz, o'zingiz uchun shampun oldingiz, gelda dush oldingiz, o'zingizga kerakli mahsulotlar oldingiz, choylar oldingiz, общий 375 ming bo'ldi. Sizga keyin beriladi 4 ta mahsulot. Mana 4 ta mahsulot bepulga berilyapti. Mana 4 ta mahsulot berilyapti bepulga. Bu mahsulotda ichida nimalar bo'ladi? Men sizlarga hozir ko'rsataman. Bu mahsulotda ichida mana bunaqa kattagina gelda dush bo'ladi. 2 xil gelda dush, mana ko'rib turibsizlar. Bittasi kulrang, bittasi yashil. Bitta gelda dush bo'ladi va krem для ruklari bo'ladi, жидкое мылоsi bo'ladi. 4 ta narsa sizga bepulga tekinga beriladi. Agar siz kirib o'zingiz uchun, uyingiz uchun mahsulotlarni olsangizdagina. Mana mahsulotlar hammasi ichki narxda beriladi. Xohlagan mahsulotingizni kirdingiz, mana kuxnya deb yozasiz. Даже kuxnyangizga ham mahsulotlar kelib chiqadi. Nimasi qo'rqinchli qizlar? Keldingiz, ulandingiz, o'zingiz uchun korzinkaga mahsulotlarni qo'yib, oplata qilyapsiz. Oplata keladi ofisga va ofisdan sizga biz dastavka chiqarib yuboramiz. Siz issiqda yurmaysiz ham, vaqtingiz bo'lmasa ham ofisga kelib o'tirmaysiz. Siz uydan turib zakazlaringizni qabul qilasiz. Yozing, tekinga ulanamiz. Hammalaringizni kutaman.